Hammaga assalomu alaykum. Nilu Flowers'ni kuzatuvchilari, qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun ham sizlarga bitta darslik olishga qaror qildim. Bu darsligimiz shunaqa chiroyli atirgul qolplaridan chiroyli katta savatga buket tayyorlashni o'rgataman. Hop, bizga kerak bo'ladi 4 xil atirgulni qolipi. Bu yerda 4 xil 4 ta qolip bor, ya'ni bitta komplekt atirgulni qoliplari 4 tadan tashkil topgan. Mana o'sha 4 ta qoliplarimiz. Qoliplarimizni ichini ko'rishlaringiz mumkin. Qoliplarimizni o'zimiz tayyorlaymiz, bilasizlar. Birinchi qo'l optim narxda. Xo'p, bizga kerak bo'ladi osnova. Osnovani shunaqa kichik qilib to'g'raymiz. Osnovalarimiz o'zi shunaqa ko'rinishda 1 kilogramdan bo'ladi. Qadoqda 2 xil osnovamiz bor, 38 minglik va bu 45 ming so'mlik. Osnovamizni kichik qilib, kubik qilib to'g'raymiz. Hid kerak bo'ladi ichiga qo'shishga. Qizil osnovaga hech qanaqa rang shart emas. O'zi tayyor ranglangan. Faqat eritib mikrovolnovkaga 30 sekund, 40 sekunddan boshlab yaxshilab suvday erish kerak. Yaxshi erish kerak osnova qizlar. Ozgina iliq ham bo'lmasligi kerak, suvda yaxshi ergan bo'lishi kerak. Osnovamizni mikrovolnovkaga eritamiz. Agar mikrovolnovkalaringiz bo'lmasa, gazda xuddi shokoladni eritganday bug'da eritsalaringiz bo'ladi. Qaynagan suvning ustiga idish qo'yib, osnovalarimizni temir krujkadami eritsalaringiz bo'ladi. Mikrovolnovka bo'lsa, juda ham yaxshi eritish oson, ham birday eriydi. Qoliplar kerak bo'ladi. Qoliplarga pulni rezinkasini birinchi o'tkazib, qoliplarimizni tayyorlab olamiz. Ming bor uzr qizlarjonlar. Qoliplarimni yuvishga ozgina vaqtim bo'lmadi, shoshilib turganligim sababli ish jarayonimdan sizlarga bir danaga video darslik qilib o'tay deb shu video darslikni olishga qaror qildim. Hozir buni eritib kelaman va videoni davom ettiramiz. Mana qizlarjonlar, osnovamizni ham eritib keldim. Shunaqa suyuqlikda suvda erish kerak. Ichiga hech qanaqa osnovasi qolib ketmasin. Ehtiyot bo'linglar, qaynab ham ketmasin. Qaynab ketsa, gullaringiz vaqt o'tgan sari usti terlay boshlaydi. Shu uchun ahamiyat beringlar, qaynab ketmasin, lekin juda ham issiq bo'lib suvda erisin. Shunda qoliplarni ichigacha to'liq kirib boradi. Hidimizni men taxmin qo'shaman. Taxmin o'zlaringizni nimalaringizga qarab qo'shasizlar. Xohishlaringizga qarab yaxshilab aralashtirib qolipga qo'yamiz. Qolipga qo'ygandan keyin shunaqa ozgina yerga urish kerak, shunda to'liq ichlarigacha kirib boradi. Mana qizlar, qoliplarga ham qo'yib bo'ldim. Shunaqa vibratsiya qilib chiqamiz. Xudo xohlasa, yarim soatdan keyin qolipdan ochib bemalol gullarimizni chiqarsak bo'ladi. Mana qizlarjonlar, o'zi qotib bo'ldi. Endi ochib ko'rsataman qolipdan qanaqa chiqishini. Qolipdan chiqishi ham juda ham oson. Birinchi marta ish boshlaydigan qizlar bemalol shu qolipimiz bilan ish boshlasa bo'ladi. Juda ham chiroyli qoliplari.
4 ta qolipdan hozir chiroyli buket yasaymiz. Ko'rib kuzatishda davom etinglar qizlarjonlar. Qoliplari barcha mahsulotlari bizda sotuvda bor. Qoliplarimiz vakuum apparatga tayyorlanadi. 2 xil silikon aralashtirib, juda ham sifatli qilib beriladi. Zakazlaringizni videoda qoldirilgan telefon nomerga Telegram orqali murojaat qilsalaringiz, sizlarga yozib hisoblab beramiz hamma mahsulotlarni. Endi qizlarjonlar, bizga buketimizni savatimizga yig'ish uchun kerak bo'ladi. Pachkali barglar, man 2 xil bargdan foydalanmoqman. Bittasi universal barg, men lola barg deb aytaman. 3 pachka shundan olib keldim. 2 pachka meva barg deyman. Shundan foydalanaman. Sotuvda hamma mahsulotlarimizda bizda bor, optim narxda. 2 pachka o'rta razmerli shpashka ishlatdim. Ambir kerak bo'ladi. Cho'plarni kesishga va katta razmerdagi savatimiz ham bor nalichida. Bemalol Telegramdan yozsalaringiz hamma mahsulotlarimizni, qoliplarimizni rasmlari va narxlari bilan tashlab beramiz. Telegram kanalimizda shundoq ham narxlari va rasmlari bilan tashalgan. Endi esa videoga diqqat bilan ko'rib, kuzatib borsalaringiz, qanaqa qilib buketni yig'ishimni o'rganib olasizlar.
Mana qizlarjonlar, birinchi qatorini ham bir tekisda qilib terib chiqdim. Hammasi bir tekisda bo'lishi kerak qizlar. Yon tarafga qarashi ham, tepaga qarashi ham bir xil bo'lsin qizlar. Ko'rib turganlaringiz ham meniki ham bir xil terilgan. Idishni nimasiga tegib tursin. Ko'pchilik tegdirmasdan tepaga chiqarib, bittasini pastga, bittasini tepaga qilib, har xil qilib terib chiqadi-da. Klientlarimni ko'rib chiqaman. Ishlaringizni mana meniki gullarim tagi qismi ko'rib turibsizlar, mana tag qismi savatga tegib turibdi. Tepadan qaraganda ham krugliligi bir xil bo'lsin. Yon tarafdan qaraganda ham bir xil terilgan bo'lishi kerak. Shunga ahamiyat beringlar. Birinchi qator bo'ldi. O'sha birinchi qatordan boshlaysizlar doimgidek. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qator bundan ozgina teparoq qilib tayyorlaymiz. Shu gulimiz gumbazsimon bo'lishi kerak. Oddiy qilib tushuntirganda. Shu uchun birinchi qatorga nisbatan ikkinchi qatorni teparoqdan qilib joylashtirib chiqamiz.
Mana qizlarjonlar, ikkinchi qatorimiz ham tayyor bo'ldi. Ikkinchi qatorimiz ham xuddi birinchi qatorimizdagi bir tekisda qilib chiqdim. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib yig'asizlar. Savatga qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar. Xoh u har xil gullar bo'lsin, xoh bir xil atirgul yoki log'lar bo'lsa ham bir tekisda xuddi shunaqa tekislikda yasab chiqasizlar. Qoliplaringiz qizlar qancha ko'proq bo'lsa, ishlaringiz shuncha osonroq bo'ladi. Buni qolip ko'p qizlar juda ham yaxshi biladi, chunki ko'proq qolip bo'lsa, srochno zakaz tushsa ham ulgurib bemalol zakazlaringizni qilib beraverasizlar. Endi 3-qatorga o'tamiz. 3-qator ham ozgina ikkinchi qatordan balandroq bo'ladi.
o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Ko'rib xursand bo'laman qizlar. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi video darsliklarimizni ham kutib qolinglar. I can't love